بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Rabbimiz Allah o'zining kitobida eng birinchi kelgan amr ol bir Allohga ibodat qilib ham eng birinchi degan ibora degan kelgan narsani tiyov ol anga tengdash kitiru. Rabbimiz Allah ayta Baqara surasining 22-23 oyatida 22 oyatida 25 oyatida ayta Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, bütün kişiler yandasha. Ya ayyuhan nas, ey kişiler, u'budu rabbakum o'zingizni Robbingizga ibodat qilasiz. Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytdi, Qur'onda u'budu degan so'z kelsa va ma'nosi deyapti yuvahhidu dedi. Yuvahhidu Allohni birga aytib ko'ru ibodatda. U'budu rabbakum o'zingizni Robbingizga ibodat qilasiz. Allazi khalaqakum qaysi sizni borliqqa ketirdi, yo'qdan bor etdi sizni. Allazi khalaqakum vallazina min qablikum sizga bo'lgan qadar kishilarni da borliqqa keltirgan kabi la'allakum tattaqun. Nishin la'allakum tattaqun mavjud. Nishin umid etib siz taqvo ahllaridan bo'lasiz deb. Ya'ni sizning amallaringizdan Rabbingiz rozi bo'lurday, aning qo'shqanlarini o'tab, deganlardan tiyilib, ham siz Rabbingizdan rizo bo'lurday. Shuning uchun bizni xudoga borliqqa keltirdi Rabbimiz Allah. Hamda ikkinchi oyatda anlatib keta narsa ul haq ekanini, haq ibodatga haq ekanini anlatib keta. Birinchisi keldi allazi khalaqakum deb keldi. Xoliq ekanini bildik. U borliqqa keltirishi, yo'qdan borliqqa keltirishi ekanini aytdi. Hazır devam etib aytdi allazi ja'ala lakumul arda firasha. Qaysi sizga yerni beshik etdi. Biz anda yashar uchun yengillatdi bizga yashashni. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء كلرن تبايت وأنزل من السماء ماء يشرك كلردن بلغردن ينغرلرن يوضرا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم همين ده شو ينغرلر سبب له sizga turli o'simliklar, jilaklar chiqara, rizqlar chiqara. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum dedi. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun dedi. Fala taj'alu lillahi andada. Mana shundan tiya g'ibatga sizga g'ibatda anga tengdash keltirmangiz deb aytadi. G'ibatda anga tengdash keltirmangiz, aning kabi o'rtaqlar ilah getirmaginiz bir kimgada bir narsaga va antum ta'lamun narsa bilasiz ham siz bilasiz kimingda u sizni borliqqa keltirdi, u sizni rizqlandirdi, ham aning ana haqqi bor g'ibatga qilirliq. Sahabi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Alloh rizo bo'lsin aytdi, qultu ya Rasululloh, aytdim de Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ey zembi azam, qaysi günah Allah qarşısında en büyük dedi. Qala en tec'ale lillahi niddan ve huve halaqak. O aytdi diyor Allah'ın Resulü aytdi sallallahu aleyhi ve sellem,
أن تجعل لله ندا أن تجعل لله ندا وهو خلقك seni Allah tug'diran borliqqa keltirgan kelish anga tengdoshni keltiruv dedi. O Allah qarshısında en büyük günah. Hem Rasulümüz ul haqqı bo'lib tura, Allohning haqqi bo'lib tura, обязанности рабов Allohga. Rasulümüz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi Muaz radhiyallohu anhu: "Atadri ma haqqullahi ala ibadihi? Ma haqqullahi ala ibadihi?" Bilasizmi? Ma haqqullahi Allohning haqqi ala ibadihi, aning qullarına qarata deb aytdi. An ya'buduhu. Sonra cevap verdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "En ya'buduhu ve la tushriku bihi shay'a." Аңа ibadat qilу, aning bilan o'rtaq tengdoshni bir kimni de olmayша, bir narsaga da bir nimani de olmayша, аңа tengdoshni keltirmayша, аңа ibadat qilу dedi. Bu oyatlar, ikki oyat bizga ko'rsatadi Allohning haqqi o'talmasa biz jannatni bo'la olmaymiz. Bu oyatlar bek ko'p keladi. Va la ajrul axirati xayrun lillazina amanu va kanu yattaqun deb Alloh oxiratning ajri mu'minlarga xayrliroq, qaysilari taqvo bo'lganlar deb aytdilar. Taqvo ul narsaning taqvoni sanata ul iminni narsadan tiylalalar eng birinchi shirkdan shirk, Allohga tengdosh keltiruvdan, Allohga o'rtaqni keltiruvdan, anagana ibodatda bir etib ko'ru. Har bir rasul keldi, eng birinchi so'zi kela, "U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh." Allohga ibodat qilinglar, andan boshqa sizga iloh yo'q deb. Qur'onda bir yerda kelmay, vallohi Alloh bilan aytam, bir yerda kelmay rizq bo'yicha kim borliqqa keltirishi, rizqlantirish ekan mushriklar biladilar. Allar va ma anzalar rahmanu min shay'in in antum illa takzibun deb siz Alloh bir narsada rasullar bilan tutashganda so'zlari bor. Mushriklarning Alloh bir narsada bermadi, siz aldabqana aytasiz deb tavhiddan o'zining birdan ko'ru, Allohning ibodatda birdan qo'ldan tiyilg'isi kelmayshi, in antum illa takzibun deb siz oldaysizgina deb shoy deb aytganlar. Bunda iminna nizo spor bo'ldi g'iybatda. Shon ko'ra kishi endi o'rganiradi deyish eng birinchi so'z keldi. Endi so'z Rasulullohga sallallohu alayhi vasallam iqro o'qidi. Shon ko'ra ul ilmning asli bo'lib tura. Men sizga da aytam, o'zimga da birovda jitaklab bermayshak bizni, bunda da jitaklab bermaylar bizni, sizni jitaklab bermaylar. Shon ko'ra kishi ixtiyor berdi, Alloh subhanahu va taolo aql berdi. Shon ko'ra biz bilmaymiz, balkim bizga o'sha bizning ajalibizda yaqinlab keladi. Shon ko'ra biz bilmaymiz, shon ko'ra o'zimizni haqqini o'tiratish, Allohga qarata Allohning haqqini o'tiratish biz обязанности рабов Allohga. Subhanakalloh hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.